Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan barcha sayroq televideniye ishqibozlari, salomatmisizlar? Roppa-rosa 1 yil oldin Jamshid degan bizadan ikkita makon, ikkita narjo'ja olib ketuvdilar. U videoni Instagram sahifamizga ham qo'yganmiz. Mana xudo xolisa Jamshid degan shu olib ketgan jo'ja makon narlardan ko'paytirib, zo'rlarni ochirdilar. Mana bugun alhamdulillah shu ochirgan zo'rlarni bolasini o'zimizga mana olgan, baraka topsinlar, zotga berdilar. Aka, esingizda bo'lsa, xudo xolasa mana roppa-rosa 1 yil bo'pti. O'sha paytda niyat qiluvdi. Aka, zo'rlari chiqaring. Agar zo'rini chiqsa bizaga ilinasiz dedik. Mana inshaalloh o'sha kun kelibdi. Zo'ri chiqdi aka, sizda bizaga ilindingiz aka. Bultar o'zingizlar ham zo'rini bergansizlar. Mana xudo xolasa zo'ri chiqdi. O'zingizlarga mana zotga berdim zo'rini. Ilohim zo'rlar chiqsin, chempionlar chiqsin. Xudo xolasa Alloh. Niyat qilgan ekansizlar, mana Saidalloh niyat qilganida zo'ri chiqsin, mana inshaalloh chiqdi. O'ziga qaytarib olib kelib berdim shu zo'rini.